Hozir flaglar maydoniga kelyapmiz. Butun dunyoning hamma flaglari deyarli bor ekan. O'sha 200 nechtaga ham yaqin, yo 300 nechtagadir ham yaqin flag bor ekan. Mana shu bizaniki bo'lishi kerak inshaalloh. Hozir shamol yo'qligi uchun hozir hech qaysi qilib turmayapti, lekin shamol paytida juda bir go'zal effekt bo'lar ekan bu. Bu ham juda katta ploshka tushgan ekan bu narsa. Qattan qilingan oldiga. Fontanning ichini har xil shakllar bilan to'ldirilgan. Bular hammasi betondan qilingan, quyma. Namala quyma forma, namma chetidagi borti olib kelib yig'ilgan. Mana orada ko'rgansiz, ozgina palasalar bor. Buni ustiga chiqib yursa bo'ladi. Bu territoriyadan katta yo'llar yuzidan bu yoqqa o'tish uchun maxsus shunaqa yo'lka qilingan. Bu yo'lkani o'zini shunchaki qoldirilmagan. Buni plavni yedirib yuborilgan. Oradan botgan chizuv shakllar bilan birga turib uyg'unlashtirib yuborilgan. Umumiy video juda ham chiroyli, zo'r. O'tirish uchun skameykalar ham bunaqa shaklda qilingan ekan. Mana hamma yoqda shunaqa shakldan o'tiradigan joylar, massiviy katta shakllar bo'ladi. Polniy territoriya bo'yicha juda ko'p joyga o'rnatib tashlangan ekan shunaqa narsa. To есть kelgan odam skameykasiz qolmaydi. O'tiradigan joysiz qolmaydi. Palmalar tagida ham xuddi shunaqa joy bor ekan. Juda ham chiroyli turibdi palmalar bilan birga.